Esmeralda Richard Martínez 2006 yil 23 avgustda Dominikan Respublikasining La Altagracia provinsiyasida restoran egalari Eligio Richard Castillo va Isabel Martínez Richard oilasida tug'ilgan. 2023 yilda 16 yoshli Esmeralda ota-onasi va opasi Yurimar bilan yashardi. U juda yoqimtoy va iste'dodli qiz bo'lib o'sdi va buni ijtimoiy tarmoqlarda mamnuniyat bilan namoyish etardi. Qiz kamerani yaxshi ko'rardi va bu uning qisqa videolaridan yaqqol ko'rinib turardi. Videolarda u o'zining raqsga, modaga va makiyajga bo'lgan munosabatini, muhabbatini namoyon etardi. Esmeralda maktabning yuqori sinflarida o'qirdi va sinfdoshlari uni xushchaqchaq, mehribon, boshqalarning manfaatini o'zinikidan ustun qo'yadigan qiz sifatida ta'riflashardi. U nafaqat sinfdoshlarining, balki o'qituvchilarning ham mehrini qozongan o'quvchi edi. Ba'zilari hatto unga bo'lgan alohida munosabatini yashirishmasdi. Ulardan biri 35 yoshli John Kelly Martínez, matematika va jismoniy tarbiya o'qituvchisi. O'quvchi va o'qituvchini maktabda tez-tez birga ko'rishardi va ba'zan ular boshqa o'quvchilar davrasida biror joyga dam olishga borishardi. Shunday oqshomlardan biri 2023-yil 12 fevral, yakshanba kuniga to'g'ri keldi. Taxminan soat 19:30 da John Kelly qora rangli Honda mashinasida Esmeraldaning uyiga keladi. Mashinada allaqachon 3 nafar voyaga yetmagan qiz va erkakning amakivachchasi Robin Maria Martínez o'tirardi. O'qituvchi Esmeraldaning onasi Isabeldan qizini o'zlari bilan birga attraksionlar yarmarkasiga borishga ruxsat berishini so'raydi. Isabel rozi bo'ladi, chunki qizi ishonchli qo'llarda deb hisoblardi. Qolaversa, yarmarka gavjum joy bo'lib, u yerda boshqa o'smirlar ham ko'p bo'ladi. Ayol qo'ygan yagona shart qizini kech qolmasdan uyga olib kelish edi. O'sha kuni kechqurun Esmeraldaning otasi Eligio cherkovdan qaytib, uyda qizini topmagach, uning qo'li telefoniga qo'ng'iroq qiladi. Qiz otasiga do'stlari bilan plyajda bo'lganini, lekin ular allaqachon qaytayotganlari uchun tez orada uyda bo'lishini aytadi. Qiz uyga kirganida uning g'ayrioddiy darajada oqarib ketgani ota-onasining e'tiboridan chetda qolmadi. Ular qizdan nima bo'lganini so'rashdi. Esmeralda hech narsa bo'lmaganini aytdi, garchi uning yuzida rang qolmagan bo'lsa-da. Shunda onasi qizining dugonalaridan biridan tushuntirish talab qildi. Ayol unga qandaydir taqiqlangan moddalar berishgan deb o'yladi. Esmeraldaning sinfdoshi albatta buni inkor etdi. Qizning o'zi Richeslar oilasining uyida tunab qolmoqchi edi. Ammo Esmeraldaning ahvolini ko'rib, ota-onasining qanchalik xavotirda va xafa ekanligini tushunib, o'z uyiga ketishni afzal ko'radi. U ketganidan so'ng ota-onasi qizini plyajga borgani uchun koyiy boshlashadi. Ular shuningdek, ertasi kuni qizning maktabga borishi kerakligini bilgani holda Esmeraldaning bunchalik kech qaytganidan norozi edilar. Ushbu vaqt davomida Esmeralda kravatda o'tirardi. U o'rnidan turganda choyshabda qon qolgan edi. Qiz onasini har oyda bo'ladigan holat deb ishontirdi va onasi unga tinchlantiruvchi dori berdi. Shundan so'ng butun oila uxlashga yotdi. Dushanba kuni erta tongda Esmeralda dugonasiga yordam so'rab ovozli xabar yubordi. Chunki undan juda ham ko'p qon ketayotgandi. Lekin dugonasidan javob bo'lmadi. Birozdan so'ng ertalab soat 6:30 da Isabel bir necha marta qizining xonasi eshigini taqillatdi. U qizini uyg'otmoqchi bo'ldi, chunki Esmeraldaning maktabga tayyorlanish vaqti bo'lgandi. Ammo u onasining taqillatishlariga javob bermadi. Shunda ayol erini chaqirdi va ular birgalikda eshikni ochishdi. Ichkariga kirganlarida ko'zlariga birinchi tashlangan narsa qizning butunlay qonga belangan choyshabi bo'ldi. Hammom polida esa ular Esmeraldaning jasadini topdilar. O'sha kuni ertalab soat 8:15 da sodir bo'lgan voqea haqida politsiyaga xabar berildi. Sud tibbiyot eksperti jasadni yorib ko'rish va o'smir qizning o'limi sababini aniqlash uchun olib ketdi. Detektivlar tergovni boshladilar. Avvalo ular Esmeraldaning telefonini o'rganishdi. Unda o'sha kecha uni uyiga olib kelgan sinfdoshiga yuborilgan bir nechta ovozli xabarlar saqlanib qolgandi. Esmeraldaning 3 nafar dugonasining ota-onasi ham detektivlar tergov uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni olishlari uchun qizlarining telefonlarini politsiyaga topshirdilar. Qizlarning telefonlarini o'rganayotib, tergovchilar ularni ayniqsa qiziqtirgan bir ovozli xabarni topdilar. Jabrlanuvchining sinfdoshi va dugonasi John Kelly Esmeraldaning ichimligiga uning ruxsatsiz nimadir qo'shganini aytib o'tgandi. Tergovchilar shuningdek o'qituvchi Esmeraldaning ahvolini so'rab, o'quvchi qizning dugonalari bilan doimiy aloqada bo'lganini
aniqladilar. Jon Kelli 14 fevral seshanba kuni tushda politsiyaga keldi. So'roqdan so'ng u darhol hibsga olindi. Chorshanba kuni uning uyida tintuv o'tkazildi va tintuv davomida ofitserlar o'qituvchi plyajga sayohat qilgan kuni kiygan shim, qora polo ko'ylak va qora oq sport poyabzalni dalil sifatida o'rganish uchun oldilar. Erkakning amakivachchasi Robin ham hibsga olindi. Lekin u jamoa bilan kechani o'tkazgani uchun emas, balki akasini oqlash uchun ashyoviy dalillarni yashirishga uringani uchun. 16 yoshli qizning o'limi jamiyatda jiddiy noroziliklarga sabab bo'ldi. Turli mishmishlar va taxminlar tarqaldi. Eng ko'p eshitilgani Esmeralda bir necha oydan beri uni yo'ldan urgan matematika o'qituvchisidan farzand kutayotgani haqidagi taxminlar edi. Uning o'limi kuni esa erkak jabrlanuvchiga homiladorlikni to'xtatish uchun tabletkalar bergan. Bu taxminlar qizning xolasi go'yoki uyda homiladorlik testini topgani haqida bayonot berganidan keyin yanada kuchaygan. Shunday jarayonlar fonida 15 fevral chorshanba kuni Esmeralda bilan vidolashuv marosimi bo'lib o'tadi. Ko'z yoshlar orasida qiz uchun adolatga erishishga chaqiriqlar yangradi. Uning ota-onasi qizi ularga ishonmagani va u bilan o'qituvchi o'rtasida nima bo'lganini aytmaganidan afsuslanishdi. Uning yaqinlarining so'zlariga ko'ra, erkak bir muncha vaqtdan beri Esmeraldaga alohida munosabatda bo'lib kelgan. Yurimar bir necha bor singlisini Jon Kelli bilan ko'rganini, u bilan munosabatlari haqida so'raganini aytdi. Ammo qiz har doim ular o'rtasida uning o'qituvchisi ekanligidan boshqa hech qanday munosabat yo'qligini bildirgan. Qizning otasi o'qituvchini ilgari hech qachon ko'rmaganini va u qizining uyiga olib kelganida birinchi marta uchrashganini ta'kidladi. Elihio Jon Kelli va qolganlar Esmeraldani olib ketish uchun kelganida uyda bo'lmaganidan afsusda. Chunki u qizini bunday vaqtda ketishiga ruxsat bermagan bo'lardi. Ayniqsa o'qituvchi Esmeraldaning onasini aldagan, chunki u va'da qilganidek attraksionlar yarmarkasiga borishni hech qachon rejalashtirmagani aniq edi. Buning o'rniga ular plyajga borishgan. Ayni paytda tergov davom etdi va tergovchilar yakshanba oqshomini Esmeralda bilan o'tkazgan qizlarni birma-bir so'roq qilishdi. Ulardan biri dastlab butun jamoa boshqa joyga, attraksionlar yarmarkasiga bormoqchi bo'lganini tasdiqladi. Ammo yo'lda ular fikrlarini o'zgartirib, boradigan manzilni o'zgartirishgan. 2 erkak va 4 nafar voyaga yetmagan qiz vaqt allamahal bo'layotgan bo'lsa-da, plyajga yo'l olishadi. Ular u yerga yetib bormasdan oldin Jon Kelli mashinani do'kon yonida to'xtatib, pivo va ehtimol tabletkalar sotib olgan. Mashinaga qaytib, u akasidan orqa o'rindiqqa o'tishni so'radi. Esmeralda esa oldinga o'tirdi. Erkakning yonida termos bor edi. Unga pivo quyib 5 ta tabletka qo'shdi. U ichimlikni Esmeraldaga taklif qildi, lekin unga nima qo'shganini aytmadi. Ammo buni qizning dugonalaridan biri sezib qoldi va endi u hamma narsani politsiyaga aytib berdi. Esmeraldaning uyidan taxminan 28 kilometr uzoqlikdagi Makao plyajiga yetib kelgach, qizlar Robert bilan birga mashinadan tushib, o'qituvchini Esmeralda bilan qoldirishadi. Ular mashinada 30 daqiqa yolg'iz qolishadi. Albatta ularning uzoq vaqt yo'qolib qolishini sezishadi va Esmeraldaning dugonalari o'qituvchining amakivachchasidan nega ular hammaga qo'shilmayotganini so'rashadi. U nima deb javob bergani ma'lum emas. Qanday bo'lmasin, yarim soatdan keyin Jon Kelli paydo bo'ladi va ularga mashinaga o'tirishni buyuradi. Chunki ular ketayotgan edilar. Sinfdoshining aytishicha, Esmeralda yong'oq qo'yish shoxobchasida to'xtashni so'ragan. Chunki u ayollar hojatxonasiga borish kerak edi. Qiz dugonalari bilan u yerga kirganida kiyimi qonga belanganini payqashadi. Qon shunchalik ko'p ediki, qizlar hojatxona polini yuvishga majbur bo'lishadi. Dugonalari Esmeraldaga yordam berishga harakat qilishadi. Ular qattiq qo'rqib ketishadi va yoqilg'i quyish shoxobchasida ishlayotgan ayoldan bu normal holatmi deb so'rashadi. U yo'q deb javob beradi va ularga zudlik bilan shifokorga murojaat qilishni maslahat beradi. Qizlar bu haqda Jon Kelliga aytishadi, ammo shusiz ham holdan toygandek ko'ringan erkak uni qamashlarini aytadi. Vaholanki Esmeralda o'qituvchining mashinasida bir necha bor hushini yo'qotgandi. Shunday bo'lsa-da, erkak tez yordamga murojaat qilishni istamadi. Qaytishda yo'l davomida Esmeraldadan to'xtovsiz qon ketdi va ular qiz uchun yangi kiyim sotib olishga majbur bo'lishdi. Uning uyidan taxminan 1 kilometr narida ular Esmeraldaning dugonasining uyida yana bir bor to'xtashdi. U yerda qiz kiyimini almashtirib oldi.
Shunday qilib, Esmeralda uyiga kech soat 23lar atrofida yetib keldi. Ushbu ko'rsatmalar sabab politsiya yakshanba kuni qizlar va o'qituvchi bo'lgan barcha joylardagi kuzatuv kameralari videolarini oldi. Jamoadagilar birinchi to'xtagan joy bu yoqilg'i quyish shoxobchasi bo'lgan va shoxobchadagi kameralar bu manzaralarni tasvirga olgan. Videoda Esmeraldaning hojatxonaga kirgani ko'rinadi. Yoqilg'i quyish shoxobchasi menejeri 2 erkak spirtli ichimliklar sotib olganini tasdiqladi. Kriminalistlar esa avtoturargohda qon tomchilarini topdilar. Bu ham guvohlarning hikoyasini tasdiqlardi. Keyin soat 22:21da Jon Kelli Esmeraldaga gigiyenik vositalarni sotib olish uchun mashinani dorixona yonida to'xtatadi. Politsiya tomonidan olingan ma'lumotlar fonida Jon Kelli 90 kunga ishdan chetlashtirildi. Agar o'qituvchi ishga aloqador emas deb topilsa, u lavozimiga tiklanadi va butun maoshni oladi. Ammo yaqin kelajakda bunday bo'lishiga ishonish qiyin. Qizig'i shundaki, erkak boshqa bir o'qituvchiga uylangan, oilada 2 farzand o'sib ulg'aymoqda va ular Esmeralda o'qigan maktabda o'qishadi. Jon Kellining advokati tergov davom etayotganini va uning mijozini hech narsada ayblab bo'lmasligini aytadi. U faqat kriminalistlar va sud tibbiyot ekspertining natijalari bilan Esmeraldaning o'limiga nima sabab bo'lganini aniq aytish mumkinligini ta'kidladi. Politsiyaning dastlabki xulosalari ham homilani to'xtatish, ya'ni abortlar taqiqlangan Dominikan Respublikasida ko'plab munozaralarga sabab bo'ldi va hamma sud tibbiyot ekspertining hisoboti, mishmishlar va taxminlarga bir umrga chek qo'yishiga umid qildi. Biroq har doim ham kutilganidek bo'lavermaydi. 16 fevral kuni rasmiy hisobot keldi. Unda qiz juda shafqatsiz va qo'pol zo'ravonlikka uchragani aytilgandi. Bu esa kuchli qon yo'qotish va shokka olib kelgan. Natijada uning organlari yetarli qon ola olmagan. Shuni ta'kidlash joizki, gipovolemik shoki bemorni bu holat qanchalik qo'rqinchli eshitilmasin barqarorlashtirish mumkin. Shifokorlar odamga qanday qilib samarali yordam berishni bilishadi, ammo afsuski, Esmeralda o'sha kecha shifokorlarning yordamidan foydalana olmagan. Jasad yorib ko'rilgandan so'ng sud tibbiyot eksperti qo'shimcha toksikologik testlar o'tkazishni tavsiya qildi. Bu tahlil Esmeraldaning o'limi sabablari haqidagi xulosalarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yangi ma'lumotlar paydo bo'lmasligiga ishonch hosil qilish uchun edi. Qizig'i shundaki, Esmeraldaning homilador bo'lgani va unda bola tushishi sodir bo'lgan ehtimolni istisno qilgan ekspertiza natijalarini bilib, uning yaqinlari hayratda qolishdi va juda shubha bilan qarashdi bu holga. Qizning amakisi butun oila Esmeraldaning homiladorligi istisno qilinganidan norozi ekanligini ochiq aytdi. Chunki bu nazariya tergovchilar allaqachon aniqlashga ulgurgan narsalarga eng mos kelardi. Sud tibbiyot ekspertining tahlillari va xulosalariga, shuningdek tergov davomida to'plangan dalillarga asoslanib, Jon Kelli qizni uning roziligisiz mast qilgani va plyajda unga qo'pol munosabatda bo'lgani, bu esa ko'p qon yo'qotishiga va bir necha soatdan keyin Esmeraldaning o'limiga olib kelgani haqida xulosa qilindi. Erkakning amakivachchasi Robin jinoyatga sherik bo'ldi, chunki u jabrlanuvchi aynan akasining aybi bilan nimalarni boshidan kechirganini bilardi va uning qonga belangan kiyimini yashirishga yordam berishga urindi. 20 fevral dushanba kuni ish bo'yicha birinchi sud eshituvi bo'lib o'tdi. Sudya zo'ravonlik va qizning o'ldirilishida asosiy gumonlanuvchi sifatida o'qituvchini sudgacha 1 yil davomida hibsda saqlash to'g'risida qaror chiqardi. Robin hibsdan ozod qilindi, lekin vaqti bilan sudga kelib turish majburiyati yuklandi. Tergovchilar shuningdek Esmeraldaning dugonalarining xatti-harakatlarini jinoyatga aloqador yoki yo'qligini aniqlash uchun diqqat bilan o'rgandilar. Chunki ularning xatti-harakatlari ko'plab savollarni tug'dirardi-da. Hatto Esmeraldaning ota-onasi ham ularni o'qituvchi bilan til biriktirganlikda gumon qilmoqda. Ayonki, gumonlanuvchining advokati e'tiborni o'z mijozidan chalg'itish va uni boshqa odamlarga qaratishga urinib, ancha noodatiy strategiyani qo'lladi. U qizning ota-onasini unga yomon munosabatda bo'lganlikda aybladi va o'z nazariyasini tasdiqlash uchun Esmeraldaning 2021-yilda yozib olingan videosini keltirdi. Unda shunday deyilgan edi: 14 fevralda gullar olish uchun 13 fevralda o'lish kerak. Ehtimol bu hazil edi, ammo advokat unda ancha qorong'u ma'noni ko'rishga harakat qilardi.
Esmeraldaning yaqinlari sud tomonidan qabul qilingan choralardan mamnun ekanliklarini ta'kidlashlariga qaramay, ular qo'shimcha tergov va tahlillar o'tkazishini talab qilmoqdalar. Chunki ular tergovning dastlabki xulosalaridan to'liq qoniqishmagan. Ularning advokati tushuntirishicha, ular Esmeraldaning o'limiga olib kelgan sabablarga to'liq ishonch hosil qilishni xohlaydilar. Qizning otasi Jon Kellining xatti-harakatlari aqlga sig'masligini aytdi. Chunki o'qituvchi o'quvchilar uchun jinoyatchi emas, balki ota va himoyachi bo'lishi kerak. Bu erkakning qizi bilan qilgan ishlari uchun qonunning butun qat'iyati bilan javob berishiga umid qilmoqda. Bu ish bo'yicha ko'plab savollar va shubhalar mavjud. Shuning uchun tergovchilar ishni hozir ham davom ettirmoqdalar. Gumon qilinayotgan jinoyatchi esa hibsda. Ogoh bo'ling va xulosa chiqaring. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. E'tiboringiz uchun tashakkur.